Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana YouTube bo'yicha yangiliklar chiqdi. Buni ko'pchilik balki xabari bordir. Xullas qisqacha tushuntirib o'taman. Bu yerda mana yozilgan o'zbekcha variantda o'sha aytilgan so'zlari o'zbekcha variantda yozib qo'yilgan. Shularni o'qib chiqsanglar ham bo'ladi videoda yoki men eng muhim ma'lumotlar berib o'taman. Xullas YouTube yangi foydalanuvchilari, ya'ni yangi kanal ochmoqchi bo'lganlar hozir va oldinlari shunaqa vaziyat, ya'ni 1000 ta obunachi va 4000 soat yig'ishlari kerak edi. Ya'ni uzun video bo'lsa, agar shorts bo'ladigan bo'lsa 10 million prosmotr, 1000 ta obunachi yig'ish kerak edi. 2027-yil 1-fevraldan boshlab bu qonun qoida o'zgartirish kiritiladigan bo'ldi. Ya'ni qanaqa o'zgartirish? Bunda 4000 soat o'rniga 8000 soat bo'ldi, 2 baravar oshirildi va 1000 ta obunachi o'zini holatda qoldi. Shorts yo'nalishi ishlaydiganlar uchun, yangi foydalanuvchilar uchun 20 million bo'ldi, 10 millionida 20 million prosmotr va 1000 ta obunachi yig'ish kerak. Va shu holatdagina YouTube orqali daromad qilishlari mumkin bo'ladi, ya'ni monetizatsiyaga ariza topshirish mumkin bo'ladi. Izohlarda fikrlar yozib qoldinglar. Bu qanchalik yaxshi yoki yomon? Bu qonun qoidalar amalga oshguncha hali vaqt bor. Ungacha albatta har qanday odam bemalol vaqti bor, bemalol har qanday yo'nalishda menimcha kanalda monetizatsiyaga ulay oladi. Undan keyin qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun hozirdan harakat qilinglar. Menda o'zimda kurs bor. Xohlasanglar o'rgatishim yoki kanal ochib berishim ham mumkin. Alohida xizmatlarimiz ham bor, monetizatsiya xizmatlarimiz bor, nomer ulash xizmatlarimiz bor. Undan tashqari o'sha kursimiz bor, ya'ni xohlagan yo'nalishingizni yoki o'zim qilayotgan yo'nalishlarni tavsiya beraman va o'sha bo'yicha to'liq sizlarga o'rgatishim mumkin bo'ladi. Kommentariy yozib qoldirsanglar, sizlarga link beriladi va link orqali Telegramga a'zo bo'lib olasizlar. Aziz obunachilar, yana qandaydir savolinglar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishinglar mumkin. Imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Bundan keyin qanaqa videolar ishlab chiqaraylik, qanaqa mavzular sizlarga qiziq, bu haqda ham yozib qoldiringlar.